odam, любой bolani ota-onasi qarshilik qiladi. Bitta o'g'il bo'ladimi, 9 ta o'g'il bo'ladimi, qarshilik qiladi. Ana o'zimdan bo'lgan narsani aytaman. Masalan, men oldin pul topmaganman PUBG o'ynab. Masalan, 5 ta stream qildim, birinchisida 200 odam kirdi, ikkinchisida 80 ta odam kirdi, uchinchisida 60 ta odam kirdi, agar to'rtinchisida уже 400 odam kirdi, beshinchisida уже 1000 taga chiqib ketdi. Sizlar ham agar o'ynashni bilsalaring, 12 soat, 13 soatlab bir kunda o'ynasalaring, hech qachon agar shu narsani xohlasalaring, o'zlaring jilaniyalaring bo'lsa, hech qachon bu narsadan orqaga qarab, o'girilib qochib ketmanglar yoki uydalarni gapiga kirib bo'ldi, uydalar shunaqa deb shunaqa bo'lishim kerak deb o'ylamanglar hech qachon. Так что ko'taringlar, bosinglar oxirigacha, hech qachon to'xtamanglar. Главное ichlarida ana olov motivatsiya bo'lmasligi kerak. Motivatsiyalaring bo'lmasa, faqat oldinga bosasizlar. Hayot bir marta beriladi yashashga. Hech qachon birovning gapiga kirib, nimalardan qaytib, nimalardan qilmaydi. Faqat o'zlaring bilganlaring, o'zlaring nimani xohlasalaring o'shani qilinglar. Hammalaringga ishonaman. Sizlar bilan aslo